Iqboljon nima ish qilasiz? Aka, akfa bilan shug'ullanamiz. Akfachimisiz? Tekshirib qilamiz aka. Nimaga akfachilar vaqtida qilib bermaydi zakaz olsa? To'g'risi vijdonlan ayting. Yo, ulgurmay qolgandan bo'lishi mumkin. Demak, bor, lekin oradacha aldab turadiganlar, lekin asosan ulgurmay qoladi. Bir kun degani o'zi qanchaga o'tadi? Rostda bir kun desa qanchaga o'tadi? To'g'risini ayting. Yo, o'zi bir kun degan bir kunga o'tadi. Kimgadir boshqacharoqda, endi bir hafta bo'lishi mumkin, bir oy bo'lishi. Bilmayman, bizning qo'shnimiz bor. Bir kun desa bir oy yoki 2 oy bo'ladi-da. Sizlarda qanaqa? Misol bir kunda qilib beraman, necha kunda qilib berasiz? Yo, bir kun desa harakat qilamiz. Bo'lmasa ham bir kun cho'zilib qoladi, raznica endi. Svet o'chib qoladi, boshqa bo'ladi, endi ham holat bor. Bir hafta, 2 hafta cho'zilmaydimi? Yo, uni ochig'ini aytiladi. Uni ochig'ini aytamiz. Ko'p akfachilar shunaqada, bir kun aytib bir oy 2 oyda qilib beradi. Sizlarning ham tanishinglar shunaqami? Bilmayman endi. To'g'ri bo'lib turadi. Shu videoda akfachilarga tashlab qo'yinglar. Bir kun deydi, bir oyda 15 kun. Ayniqsa tanishlar shunaqa qiladi, bilmayman. Xo'p, Iqboljon, labo mashinasini olib keldi, tunikalarni qoplab berdik. Aksiyamizda qatnashyapti. $100 pulimizni olsa hisoblashtirib olamiz. Raqam aytsa sovg'a qilib beramiz. Ayting. Necha pul berasizmi shunda? Albatta. $100 ham bo'lishi mumkin, 5 ming ham, 10 ming ham, 100 ming ham sizniki. 84 aka. Qaysi bundan sanaylik? Ha, tepasidan. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 50 dek ya. 51 52 54 55 56 57 80 Ulug' bo'lsin. Menga rahmat. Yana safar kelsangiz albatta $100 aka. Bu videoda barcha akfachilarga tashlab qo'yinglar. Nimaga vaqtida qilib bermaysiz? Shuni savolga javob kommentariyada yozib ketadi.